ayrim oliy ta'lim muassasalari butun boshli marketingni SMMchiga ishonib topshirib qo'ygan bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalarining rahbariyatida o'z marketing bo'yicha yaqqol bir tasavvur ham mavjud emas, ayrimlarda desak bo'ladi. Marketing bu SMMdangina iborat deb hisoblashadi, o'ylashadi. Men o'zim ham misol uchun ayrim hamkorlik qilgan, ya'ni videoroliklar tasvirga olingan paytlarda bunga guvoh bo'lganman. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tushuntirib bersak-da. Juda ko'p universitetlarning o'zining media jamoasi bor, lekin ana shu jamoa har doim ham yaxshi natija qilib bera olmaydi qabul paytida. Bizda men sanab o'tishim mumkin, 10 dan oshiq men biladigan universitetlarda kompleks marketing jamoasida siz aytganingizdek 2 ta xodim ishlaydi. 2 kishi bilan to'liq marketing qilyapman deb o'ylaydi universitet egalari yoki rahbarlar. Bittasi jiyani bo'ladi, bittasi tog'asining o'g'li bo'ladi-da, bo'laveradi, mana shunaqa qilsang bo'laveradi deydi. Oxiri qabulga kelgan vaqtda g'alvir suvdan ko'tariladi. Universitetni qabul jarayonida kompleks marketingda kamida 7 tadan 8 ta 10 tagacha xodim ishlash kerak aslida.